Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Nevrologiya akademiyasi rektori doktor Serdar. Bu video klinik neuroradiologiya kursi 4-dars gemoragik insultda kompyuter tomografiya va MRT diagnostikasi haqida gaplashamiz. Gemoragik insult bizlar qon qaysi bo'shliqqa quyilganiga qarab biz ularni 4 guruhga ajratamiz. Ya'ni birinchisi bu intraparenximatoz qon quyilishlar. Bu bevosita miya to'qimasining ichiga quyilishlarni biz intraparenximatoz qon quyilish deb ataymiz. Keyingisi intraventrikulyar qon quyilishlar. Bu qon miya qorinchalar ichiga quyiladi. Lekin biz e'tiborga olishimiz kerak va birinchi, ikkinchisi aralash holatda kelishi mumkin. Ya'ni intraparenximatoz qon qorinchalar devorini yorib o'tib qorinchalar ichiga quyilishi ham mumkin. Uchinchisi subarachnoidal qon quyilishlar. Bu arachnoid bo'shliq va yumshoq miya pardasi orasiga quyiladigan qonni biz subarachnoidal qon quyilish deb aytamiz. Keyingisi ekstraksial qon quyilishlar. Bularga qaysilar kiradi? Epidural va subdural qon quyilishlar. E'tibor bersak, birinchisi chap tomondagi rasm. Bu yerda intraparenximatoz qon quyilishi berilgan. Qon bizda kompyuter tomografiyada giperdens, ya'ni oq rangda ko'rinadi. Buni atrofiga e'tibor bersak, bu yerda ya'ni perifokal shish rivojlangan, ya'ni sitotaksik shish rivojlangan. Buning asosiy sababi ya'ni gemoglobin parchalanish natijasida temir hosil bo'ladi. Temir sitotaksik hisoblanadi. Shuning hisobiga atrofiga perifokal shish rivojlangan. Gemoragik insultlarning eng yomon tarafi nimada? Bu gemoragik insultning atrofiga shish rivojlanishi, chunki u miya to'qimasini siqib qo'yishi mumkin. Bu asosan 3-6 soatdan keyin rivojlanadi. Keyingisi bu yerda klassik intraventrikulyar qon quyilish berilgan, ya'ni qorinchalar ichiga qon quyilishi. Bu yerga e'tibor bersak, subarachnoidal qon quyilish berilgan. Subarachnoidal qon quyilish nima? Bu yuqorida aytdik, arachnoid bo'shliq, ya'ni arachnoid parda va yumshoq parda orasiga quyilgan qonni biz subarachnoidal qon quyilish deb aytamiz. Bunda egatlar orasi bo'ylab qon harakatlanadi, ya'ni xuddi yulduzsimon shaklni beradi dedi. E'tibor bersak, yuqorida aytdik, qon giperdens, ya'ni oq rangda ko'rinadi. Mana bu yerda mavjud, bu yerdagilarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda xuddi miyaning egati bo'ylab qon harakati aks etgan. Bu subarachnoidal qon quyilish deb aytilamiz. Subarachnoidal qon quyilishning asosiy sababi nima? Asosiy sabab bu anevrizmalar hisoblanadi. Keyingisi epidural qon quyilishlar, ya'ni suyak pardasi, ya'ni suyak va qattiq parda orasiga qon quyilishlarga biz epidural qon quyilish deymiz, ya'ni epidural gematomalar. Buning xarakterli tarafi bu qavariq linza shaklini oladi va chokdan o'tmaydi. Faqat bir chok oralig'ida qon quyiladi. Buning xavfli tarafi bu miya to'qimasini siqib qo'yishi mumkin. Yana e'tibor berishimiz kerak, bu qachon rivojlanadi? Qachonki middle meningeal arteriya, ya'ni o'rta meningeal arteriya shikastlanish natijasida epidural qon quyiladi. Ya'ni buning tarkibida arterial qon mavjud. Ya'ni bu o'tkir davom etadi, ya'ni tez rivojlanadigan jarayon hisoblanadi. Ya'ni bunga o'xshab massa effekti, ya'ni qorinchalar bu yerdan siljigan. E'tibor bersak, ya'ni markazda turish kerak edi, lekin bu shish hisobiga bu tomonga, ya'ni chap tomonga siljigan. Keyingisi subdural qon quyilishlar. Subdural qon quyilishlar epiduraldan bir nechta farqli xususiyatlari mavjud. Birinchisi, u choklar aro harakatlana oladi. Shuning uchun ham buning shakli o'roqsimon shaklni oladi. Endi yana bitta farqi, yuqorida aytdik, arterial qon bo'lsa, uning tarkibida venos qon mavjud. Shuning hisobiga
bu surunkali qon quyilish davom etishi mumkin va yashirin nevrologik klinik belgilar bilan yosh kattalarda rivojlanadi. Endi o'ng tomondagi rasmga e'tibor bersak, bu yerda ikkala tomonlama subdural qon quyilish mavjud. Ya'ni e'tibor bilan qarasak, bu yerda ikki xil rang mavjud, ya'ni pastki qismi giperdens, yuqorisi gipodens mavjud. Buning sababi nima? Ikki xil sabab bo'lishi mumkin. Birinchi sababi pastki qismi, ya'ni giperdens holati bu yangi qon quyilish, yuqoridagi esa eskidan mavjud bo'lgan qon bo'lishi mumkin. Yana bitta sabab bemor chalqanchayotganligi hisobiga og'ir elementlar, ya'ni eritrotsitlar pastga cho'kadi. Yuqorida esa plazma qoladi, shuning hisobiga ham bo'lishi mumkin. Ya'ni eritrotsitlar zichdagi yuqoridagi hisobiga giperdens beradi, yuqoridagi esa plazma, ya'ni gipodens berishi mumkin zichdagi kam bo'lganligi hisobiga. Endi biz qon qayerga quyilishiga qarab etiologiyasini aniqlashimiz mumkin. Ya'ni ikkiga bo'lamiz. Birinchisi markazga quyilish, ya'ni bazal gangliya, talamus va putamen atrofiga quyilish. Ikkinchisi esa korteksga, ya'ni yarim sharlarga quyilishni ikkiga ajratib olishimiz kerak. Nima uchun? Biz etiologiyani shunga qarab aniqlab olishimiz mumkin. Agar qon bazal gangliyaga quyilsa, lenticular striat arteriya hisobiga, ya'ni buning asosiy etiologiyasi nima? Buning asosiy etiologiyasi bemor uzoq vaqt davomida gipertonik, ya'ni arterial qon bosim nazorat qilinmagani hisobiga sharkoanevrizmasi rivojlanadi. Bu arteriyalarda shuning hisobiga, uning yorilishi hisobiga bazal gangliyaga qon quyilish kuzatiladi. Ya'ni markazga qon quyilish. Buning asosiy sababi yuqorida aytganimizdek gipertoniya nazorat qilinmasligi oqibatida kelib chiqadi. Keyingisi yuqorida aytdik, periferiyaga, ya'ni yarim sharlarga quyilgan qonlarning asosiy sababi nima? Etiologiyasi nima? Bu yerda ikki xil bo'lishi mumkin, bemorning yoshiga qaraladi. Agar bemor yosh bo'lsa, yosh payti gemorragik insult orttirsa, buning sababi bo'lishi mumkin. Birinchisi arteriya venos malformatsiya. Bu nima degani? Normal holatda arteriyadan kelgan qon kapillyarga o'tishi kerak. Keyin esa venos orqali chiqib ketadi. Bu normal holat. Arteriya venos malformatsiya nima? Bu arteriyaning to'g'ridan to'g'ri venaga ulanishi, ya'ni o'rtadagi kapillyarlar bo'lmasligi hisobiga, ya'ni bosim to'g'ridan to'g'ri venaga o'tadi. Vena devori yupqa hisoblanadi arteriyaga qaraganda, shuning uchun ham bu bosimga chidamsiz bo'ladi. Bu birinchi sababi arteriya venos malformatsiya. Ikkinchi sababi nima? Ikkinchi sababi bu o'smalar bo'lishi mumkin. O'smalar natijasida ham gemorragik insultlar kelib chiqishi mumkin. Keyingisi, agar yosh katta bo'lsa, bu nima sababdan bo'ladi? Ya'ni qariyalarda nima uchun periferiyada qon quyiladi? Asosiy sababi fibrinoid angiopatiya, ya'ni cerebral vaskulyar fibrinoid angiopatiya hisobiga fibrinoid modda qon tomir devoriga to'planadi va devorni mo'rtlashtiradi. Keyin esa shu yerdan qon sizib chiqishi mumkin. Ya'ni shu yerning jarohatlanishi yoki shu yerning yorilishi hisobiga rivojlanadi. Endi biz MRT nima uchun qilamiz gemorragik insultlarda? Kompyuter tomografiya gemorragik insultlarda tezkor diagnostik usuli hisoblanadi. Kompyuter tomografiyada qon tomirlarini bosib qo'yish hisobiga biz qaysi qon tomirdan ketayotganini aniqlay olmaymiz. Yana bitta sababi, biz insultning, ya'ni qonning yoshini aniqlay olmaymiz. Ya'ni MRTdagi tasviriga qarab biz qonni 5 ta davrga bo'lamiz. MRT nimani o'lchaydi? Asosan MRT qondagi gemoglobinni
yozib olish hisobiga shunga qarab uning yoshini bir-biridan farqlashimiz mumkin. Birinchi davri nima? Birinchi davri o'ta o'tkir davri. Bu 6 soatgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bunda qon tarkibida hali oksikemoglobin mavjud. Oksikemoglobin mavjud. Bundan nima ko'rinadi? Bizga ko'rinadi davr rejimida izointensiv, ya'ni bu yerda e'tibor bersak, deyarli kulrang modda, ya'ni miya to'qimasi bilan bir xil tasvirni hosil qilyapti. T2 da esa bu holat giperintensiv. Agar shu holatni biz ko'rsak, bu qon quyilishiga, ya'ni 6 soatdan kam vaqt bo'lgan. Bu xuddi flare rejimida ham giperintensivni beradi. Bu flare rejimi. Endi o'tkir bosqichda nima kuzatiladi? O'tkir bosqichida kislorod gemoglobindan yo'qolish hisobiga dezoksikemoglobin hosil bo'ladi. Dezoksikemoglobin T1 rejimida da ham izointensiv, ya'ni miya to'qimasi bilan bir xil. Atrofidagi halqaga qarasak, bu yerda shish rivojlangan. Keyingisi T2 rejimida nima ko'ramiz? T2 rejimida ko'ramiz, gipointensivni ko'ramiz. Nima uchun gipointensiv? Yuqorida aytdik, oksikemoglobin xuddi xarakteri suv kabi o'zini tutadi. Shuning hisobiga dastlab o'ta o'tkir bosqichida, ya'ni oksikemoglobin xuddi suyuqlikka o'xshab giperintensiv ko'rinayotgan edi. Endi dezoksikemoglobin esa bizga gipointensiv ko'rinadi. Atrofidagi bu suyuqlik yig'ilgan, bu shish rivojlangan. Endi o'tkir osti erta davri. Bu 3 kungacha bo'lgan oraliqni o'z ichiga oladi. Bunda nima bo'ladi? Bu yerda metgemoglobin hosil bo'la boshlaydi. Metgemoglobin hujayra ichida qoladi, ya'ni hujayra tashqariga chiqqani yo'q. Metgemoglobin T1 da ham, T2 da ham giperintensiv ko'rinadi, ya'ni bizga oq ko'rinadi. T1, T2. Lekin hali ham bizda markaz izointensiv, atrofida esa oq halqa hosil bo'lyapti. Bu yerda esa metgemoglobin rivojlanyapti, bu yerda esa giperintensiv holat. T2 rejimida qanday? T2 rejimida ham uning atrofida oq halqa hosil bo'lyapti, ya'ni metgemoglobin rivojlanyapti. Shunday bo'lsa, biz aytamiz, hali 3 kun to'lgani yo'q. Keyingi davri biz o'tkir osti kech, ya'ni 7 kundan 14 kungacha bo'lgan oraliqni biz o'tkir osti kech davri deb aytamiz. Bunda metgemoglobin to'liq hosil bo'lgan va hujayra tashqarisiga chiqqan. Shuning hisobiga T1 da ham, T2 da ham bizga to'liq giperintensiv ko'rinyapti. Endi surunkali davri biz 14 kundan toki umrining oxirigacha bo'lgan davrda agar bemor gemorragik insult o'tkazgan bo'lsa, miyasida qora teshik, black hole deb aytiladi, ya'ni gemositrinning izi qoladi. Biz shunga qarab, T2dagi gemositringa qarab biz bemor oldin gemorragik insult o'tkazgan yoki yo'qligini bilib olishimiz mumkin. Bu hech qachon yo'qolmaydi, ya'ni umrining oxirigacha qoladi. Shunga qarab biz o'tkazmaganligini bilamiz, ya'ni gemorragik insultni. Endi umumiy xulosa nima? Yoshni aniqlashda. Yuqorida aytdik, biz qon tarkibidagi gemoglobinga qarab baholaymiz. O'ta o'tkir davrida oksikemoglobin bizga ko'rinardi izointensiv va T2 da giperintensiv ko'rinar edi oq. O'tkir davrda qanday? Dezoksikemoglobin rivojlangani hisobiga izointensiv qoladi va gipointensiv qora rangga kirar edi. Erta o'tkir osti davri 3 kundan 7 kun oralig'ida. Bu yerda T1 da oq,
T2 da esa hali ham gipointensiv. Kech o'tkir osti davri, ya'ni 7 kundan 14 kungacha bo'lgan oralig'da esa ikkalasida ham oq ko'rinar edi. Surunkali davrida esa bizga ko'rinadi T2 da ya'ni ikkalasida ham gipointensiv ko'rinadi. Qora rangda ko'rinadi bu surunkali davr, ya'ni 14 kundan umrining oxirigacha gemositrin hisobiga bizga qora rangda ko'rinadi. Shu bilan video darsimiz tugadi. Barchaga rahmat.